fayzli xonadonimizga xush kelibsizlar. Hammaga shunaqa xonadon nasib qilsin deganlar bitta yurakchani qizartirib ketasizlar. Okalar 2-3 sotiqga juda ham chiroyli planovkada xonadon qurib qo'yishdi. Zelen zonlarga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Kersiz bilan bitta mashina qo'yishga joy, bitta letniy oshxona, bu yerda bitta общий sanuzilga ko'zingiz tushyapti. Xonadon shu ko'rinishda bo'ladi, 2 urinda. Narxiga keladigan bo'lsa, aynan ko'rib turgan xonadonlarning narxi $168,000. Endi buni akasi ukasi bor, $160,000 boshlanadigan uchastkalarimiz ham bor. Xonadonning obzoriga keladigan bo'lsa, sizlarni ichkariga taklif qilib qolaman. Bismillah, xonadon kirishimiz bilan ko'ryapsizlar, chiroylikini qo'lga ko'zingiz tushyapti, mebel texnikalari, gilamlari bilan. Chap tarafimizga qarasa, mebel texnikalari bilan jihozlangan chiroylikini oshxona ko'zingiz shunga o'tkazasiz, rom qo'yib yuborsangiz, oshxona ham addiniy holatda bo'ladi. O'ng tarafimizda podval qismiga tushishga imkoniyatingiz bor. Xonadonning yuragi o'sha yerda joylashgan. Ko'roz bitta prixoshka bilan chap tarafda общий sanuzilga ko'zingiz tushyapti. Uni ro'parasiga kirsangiz, ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzili bilan birga bo'ladi. Yonida kattagina mehmonlaringizni kutib olishingiz uchun kattagina chiroyli ranglar bilan, did bilan remont qilingan zalga nazaringlar tushdi. Sizlar bilan ikkinchi qavatda obzorimizni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ko'ryapsiz, mana bunaqa lustralarga bitta baho berib qo'yasiz. O'ng tarafga qarab yuradigan bo'lsa, yorqinlanganlarda remont qilingan kattaga zalga ko'zingiz tushyapti. Buni yonida bitta qiz bolalar yotoqxonasi qilib qo'yilgan. Ranglarga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Remont juda ham zo'r holatda. Buni yonida bitta общий sanuzilimiz bor. Bu yoq tarafga qarab yuradigan bo'lsa, ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzili bilan birga pardalarga, aboylarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Xonadon juda ham chiroyli holatda remont qilingan. Buni yonida yana bitta xonaga ko'zingiz tushyapti. Balkon qismidan iborat juda ham chiroyli holatda remontlardan chiqarib qo'yilgan. Xonadonni ko'rdinglar, 2-3 sotiqga joylashgan, 6 ta xona, bitta hol, 4 ta sanuzil. Tashqari qismida o'ziga yarashib turgan zeleniy zonalari, letniy oshxonalari bor. Xonadonimizni sotuvga qo'ydik. Bu xonadonimizning narxi $168,000 bo'ladi. Yana 3 ta xuddi shunaqa planovkada xonadonimiz bor. Ularning narxi boshlang'ich starti $160,000 dan boshlanadi. Kelgan manzilni tushuntiradigan bo'lsa, Toshmipostdan 2 kilometr kirdingiz, Ko'ksaroy mahallasiga kelganmiz. Raqamlisini qoldirib qo'yamiz. Xonadon yoqqan bo'lsa, bitta like ga ayamaysizlar. Telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.